statistika bo'yicha 3% odamlar maqsadini plan qilib maqsad qo'yadi. Statistikani yana bir boshqa joydan eshitganimda 2% muvaffaqiyatli odamlar deb eshitgan edim. 1% balkim vaqtini effektiv o'tkazmaydimi? 3dan 1 yozganlarda biron sababi bilan qilmaydi, lekin biz oxirgi paytlar ana sizni darsingizga borib turib uy vazifalar beryapsiz. Bu ham bir planda ustoz, meni tushunimcha. Keyin so'rayapsiz-ku, mana shular qaysi qildi, qilmadi, uchun motivatsiya ham pul qo'ydingiz. O'sha planlarda ko'pi bo'lyapti-da. Keyin hammasidan muhimi, plan qo'yilgandan keyin odamning fikri buzilmay ekanda. Oldin darsga o'qishlariga borishimdan oldin nima qilish ideya rosa ko'p edi, variant ko'p edi. Buni qilish kerakmi, uni qilish kerakmi, lekin plan yo'q edi. Daftarga yozilmas edi. Aniq buni qilaman, uni qilaman. Lekin har kuni boshlarim og'rib ketardi, qarib har kuniki qanday qilishim kerak, nima qilishim kerak degan savol ko'p bo'laveradi, javob yo'q edi. Javobni varianti ko'p edi. Hozir aniq o'zini mana maqsad qo'yilgandan keyin Bitrix'da o'rnatish kerak, sotuv bo'limini yasash kerak, target yoqish kerak. O'sha bular aniq plan-ku. Aniq plan bo'lgandan keyin oson bo'lyapti-da, bosh ham yengil. Nabarat qon qaynayaptiki, tezroq mana shularni qilsam. Qachon bo'ladi mana shular? Qanday mana shuni qilsam? degan savollar ko'p bo'lyapti. Bir xillarini balkim birinchi safariga qila olmayapmiz,